Assalomu alaykum uzun shunavandalari. Hamma sog' salomatmi, charchamayapsizlarmi? Bugun 6-xudo xolasa aprel ekan, 2026-yil. Mana biz nasib bo'lsa Bravissimo naviga Sofiya degan navda olyapmiz. Bu Sofiya degan nav buxorolik Anvarjon do'stimizdan kelgan. Mana shuni holatda mana yo'nib oldik mana. Bir kun oldin xaridagini chiqarib suvga qo'yib qo'ydik mana. Xolos endi ulaymiz mana. Bismillahirrohmanirrohim. Tak, buni mana shu joylar sal to'g'ri kelsa kerak. Xolos qani bismillahirrohmanirrohim. Balki bu yoqda bo'lsa nay tomoniga qo'yamiz. Qani ko'paydi. Bismillahirrohmanirrohim. Mana shu holatda suvdan olib faqat mana bu uzunroq ekan, ozgina kesishimiz kerak ekan. Qaychini olgan. Suv qochib qolmas kerak, suvga tiqib olmayapti. Bir tomoni tekis bo'lsa bo'ldi unda. Ne обязательно ikkita tomoni. Mana men narigi tomoniga ko'proq e'tibor berdim. Narigi tomonni ko'rsatib o'ray. Mana ana shuni holatda qilasizlar. Mana shu holatda xudo xolasa sizlar ular stressni olamiz. Bismillah. Birinchi safar ushlab 1-2 marta aniqqa siqib olasizlar. Mana endi ketdi. Bismillah. Namini qochmaslik uchun mana og'zini ham shunday yopib ketsanglar. Qaysigacha bo'ylab tushamiz. Mana shu holatda. Buni o'rab, yengilgina bo'ylab qo'yamiz. Ajoyib. Endi mana bu salofonni yirtib olamizda. Har doimgida mana bu bachkichalarni olib qo'yamiz. Mana bu qulog'ini o'ziga yopib qo'yamiz mana. O'zini bargi bilan o'rab qo'ysak, xudo xolasa payvandimiz mana tayyor. Xudo xolasa 1 hafta 10 kunlarda sekin xudo xolasa kunlik uyg'onib boshlaydi. Salomat bo'linglar.